Viloyatlardan birida bir ayol 4 ta qiz ko'ribdi. Har safar farzand tug'ilganda oilada janjal bo'libdi. Kelinga nega o'g'il tug'may qiz tug'asan degan dashnomlar berilibdi. Oxiri sen qiz xaltasi ekansan, yana qiz tug'sang tug'ruqxonadan otangnikiga ketaverasan degan tahdid bo'libdi. Ayol yana hamrodor bo'libdi. O'ziga aytilgan tahdidlar yodiga tushibdi. 5 qiz bilan otasinikiga qaytib borish ko'ziga ko'rinibdi. Shaytonning vasvasasiga uchib, homlasini oldiribdi. Qarasa olingan homla o'g'il ekan. Buni eshitib o'zini osibdi. Uni eshitib xotin o'ziga o't qo'yibdi. Bolaning o'g'il yoki qiz bo'lishiga ayolning nima aloqasi bor? Avvalo, mutlaqo aloqasi yo'q. Agar faraz qilib aloqasi bor desak, erkakning aloqasichalik bo'lishi mumkin. Lekin nima uchun erkakka emas, faqat ayolga qiz tuqqanligi uchun dashnom beriladi? Axir bunday qilish Allohning irodasiga qarshi turish emasmi? Ushbu haqiqatlarni ham kim anglab yetishi kerak? Qiz tuqqan kelinlarni va qizlarni baraka ramzi deb bilish, ularning e'zozini qilish lozim. Oilasida farzand kutayotgan va ko'rgan har bir shaxs bir oz cho'zilgan ushbu muqaddimada aytilgan ma'nolarni o'zidan o'tkazishi, shu bilan birga ularga ixlos bilan amal qilishi zarur.